Hozirgi aytmoqchi bo'lgan mahsulotim sizni operatsiyalardan saqlab qoladi. Suyaklaringiz orasidan har xil qarsillagan ovozlar chiqyaptimi? Tizza bo'g'im og'riqlari, harakat cheklovlari bo'layotgan bo'lsa, demak sizda suyak yemirilishlar rivojlanayotgan bo'ladi. Yosh o'tgan sari tog'ay to'qimalari orasidagi sinovial suyuqlik va uni tarkibiy qismlari kamayishi oqibatida ham har xil artroz va artrit kasalliklari, suyak yemirilishlari paydo bo'ladi. Bu ikkitagina komponent orqali siz tog'ay to'qimalarni qayta tiklanishiga yordam berasiz va suyak orasidagi sinovial suyuqlikni oshirishga yordam berasiz va yallig'lanishlarni kamaytirib, og'riqlardan xalos qilasiz. Gialuron kislota va xondroitin sulfat birgalikda mana shu shishachada mujassam. Siz bir oy davomida shundan ikkita bo'ladi 1000 ml gialuron xondroitin sulfatni siz ichasiz va 540 ta sustavga olinadigan ukollardan xalos bo'lasiz. Atigi 30 ml dozasi sizni 20 ta tog'ay to'qimaga qilinadigan ukoldan xalos qiladi. Buni ichganingizdan keyin 15 minutda sizga limfalarga so'rilib, 1 sutkada tog'ay to'qimalargacha so'riladi. Minglab insonlarimiz shu mahsulot orqali rezultatlarga chiqishdi. Agar sizga ham shu mahsulot to'g'risida tekin konsultatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, direktdan murojaat qiling. Men sizga qanday qilib to'g'ri kompleks yondashuv bilan ichishni o'rgataman.